To'xta, jigarni rasvo qilasan hozir. Jigarlar uchun jigarli taom. Bismillah deb qo'yga jigardan jigar pishirishni boshlaymiz. Pardasini tozalamasdan qozonga solmanglar. Hammani pishirish usuli har xil. Men jigarni tabiiy rangini saqlab qolish uchun sutga solib ivitmayman. Jigarni oddiy yog' bilan emas, yangi qo'y dumbasidan jizzali qilib pishirib tayyorlasanglar mazaliroq bo'ladi. Jigarni qovurayotganda ko'pchilik bu xatoni qiladi. Bu qilinadigan xato piyozni kam solib qo'yish. Ko'pchilik jigarni kartoshka bilan qovuradi, bu ham yaxshi usul. Men kartoshkasiz go'sht bilan qovurishni tanladim. O'choqning tagiga o'tin yoqib dumbalarni solamiz. Dumbani jizza holatiga keltirib, yog'lari erigandan keyin jizzani qozondan ko'tarmaymiz. Qo'yga lahm go'shtini solib, qovurishni davom ettiramiz. Go'shtni sellari chiqquncha qovurib olamiz. Jigar qovurayotganda tuzini ko'paytirib olmaydi. Jigar tuz ko'tarmaydi. Tuzni ketidan zira ham solamiz. Olovga e'tibor berib, piyozni ko'p solamiz. Jigarga piyozni ko'p solsangiz, mazasi o'zgacha bo'ladi. Piyozlarni o'ldirib, ketidan jigar solamiz. Jigar solingandan keyin ko'p qovurilsa qotib qoladi. O'tinda, o'choqda qovurilgan jigarning ta'mi boshqacha bo'ladi. Har bir ovqatga ziravorlarni o'z o'rnida ishlatish kerak. Suvlarini solib, olovga qarab 1 soatga dimlab qo'yamiz. Alloh barakatli qilsin. Ovqatlarimiz pishguncha kelinlarga dam berib, achichuvni ham o'zim boshlab yubordim. Dam olish kunlari oila a'zolarimiz bilan jam bo'lib, bir dasturxonda taomlanishga nima yetsin? Mani qo'l bola achichugim tayyor bo'ldi. Jigarning yoniga yana qanaqa salatlarni tavsiya qilasizlar? Allohning izni bilan ovqatlarimizni suzishni boshlaymiz. Bu jigarli taomimiz immunitetni oshirib, qonni ko'paytirib, tanaga kuch beradi. Ibodatga quvvat bo'ladi. Kelinglar. Mana jigarlar pishib chiqdi. Videomiz yoqqan bo'lsa, jim bo'lib ketgan jigarlarga jo'natib qo'ying.